Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'qon shahrida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli transport vositasi Uchko'prik tumani hududida tekshirilganda, uning salonida 4 kilogramm 41 gramm gashish moddasi borligi ma'lum bo'ldi. To'q jigar rangli gashish giyohvandlik vositasiga o'xshash modda. Qayerdan olding buni? Shu aytgan joylardan. Kim aytdi senga? Tog'angda nima qilding buni? To'g'riladim. Nimasini to'g'rilading? Chochilib. Qayerga yig'ding? Korobkaga solding? Tadbir davomida ushbu zahri qotil mazkur fuqaroning 1980-yilda tug'ilgan tog'asiga tegishli ekanligi aniqlanib, u ham qo'lga olindi. 4 kilo chiqyapti bu tarozida. Elektron tarozi bir tortib olamiz. Shu parantik ma'lum qolib olindilar, ichida narsalar to'xtatdilar. Qanaqa narsa bor edi? Shu giyohvandlik vositasi. Men mashinani Uchko'prik tumanida xohishlariga olib borib, xo'janachiga qo'yib qo'yilmişdi. Bundan tashqari mazkur fuqaroning uyidan ham 867 gramm gashish moddasi olindi. moddalar. Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda giyohvandlik vositalari savdosi bilan bog'liq holatlarga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.